Assalomu alaykum. Keling. Paynet ishlayaptimi? Ha, ishlayapti. 94lik 400. Yusuf? Qalaysan? Bormisan? Yaxshimisan? Nima gaplar? Qayerqa bo'lib qolding? Kechirasiz. Siz bilan tanishmizmi? Albatta, men Karinaman, tanimadingmi? Seni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Telefon raqamingni berasanmi? Necha pul tashing? Mana yozib ber. Hammasini. Marhamat. Telefon qilib yurmagin. Xotini bor. Jinni bo'lganmi bu? Nima qilganingiz bu? Menga qarang, siz nimaga begona ayolni quchoqlayapsiz? O'zi meni quchoqladi. Quchoqlasa quchoqlab ketaveradi, shunaqami? Xohlasangiz siz ham quchoqlang. Kim quchoqlasa quchoqlab ketavermaydi. Balki menga nimanidir eslatar, tanirkan-ku meni. Eslatganimda men sizga eslatardim. Men sizni xotiningizman. Men eslatmagan narsani hech kim eslata olmaydi. Nega nomeringizni berdingiz? Siz menga unaqa do'q qilmang, men bilan unaqa gaplashmang. Do'q qilmayapman. Ovozingizni pasaytirib gapiring. Xo'p, Yusuf aka, nimaga nomeringizni berdingiz? So'radi, tanirkan meni. Kelib Yusuf deyapti, taniyapti, birga yurganmiz deyapti. Siz meni quchoqlamayapsiz-ku. Nimaga begona ayolni quchoqlayapsiz? Siz aytyapsiz-da er-xotinligimizni. Dokumentchi uyam aldaydimi? Men uni esla olmayman. Butun dunyo aldirkanda siz-a? Men o'zimdan o'zim sizni xotiningizman deyapman, shunaqami? Nimaysiz bilmaysiz. Bilmasam. Bahona qilmang qizlar bilan gaplashishga. Menga Yuring. qarang. Siz nima meni rashk qilyapsizmi hozir? Nima qilishim kerak edi? Mamnun qilib quchoqlashingizni tomosha qilishim kerakmidi? Rashk qilmaymanmi? Xotiningiz bo'lgandan keyin rashk qilaman-da. Xo'p, baqirmasdan, sekin gapirib tushuntirsa bo'ladi-yu. Xo'p, mana tushuntiryapman. Agar yana bir marta nomeringizni berib, mana shunaqa quchoqlaydigan bo'lsangiz, o't qo'yaman. Qayerga o't qo'yasiz? Hamma joyga. Uyda gaplashamiz qolganini. Yuring. Yuring. Men sizga yosh bola emasman, uyga borib gaplashadigan. Men bilan unaqa gaplashmang. Siz ham unda to'g'ri kelganni quchoqlamang. Baqirmang menga. Baqirmayapman. Baqiryapsiz. Nimaga nomeringizni berdingiz? Hozir o'zimni ham berib yuboraman. Yurasizmi, yo'qmi? Muomalangizni to'g'rilang. Bunaqa men bilan gaplashmang. Bo'pti, Yusuf aka, meni kechiring. Boshqa baqirmayman.